Shamol katta ichlari suvga to'lib, davleniya ko'payib ketib qolgan. Suvni davleniyasi ramplaridan suvga chiqib ketgan. Bitta platalari ham polni mana suvga to'lgan. Hamma yoqdan suvlar oqib yotibdi. Tagidan chiqib kelib to'lib, galilkadan no tushgan. Mana shunaqa qilib bo'lmasligi uchun ahamiyatli bo'linglar. Katta davleniyasini to'ldirgandan keyin kranlarni yopib yurish обязательно esilardan chiqmasin. O'zim ham bunaqa misol Narvanda hozir bu yerda 600-700 dollarlik zapchasi ham ketib qolgan bo'lishi mumkin. Miyasini o'zi 300 dollar turadi. Ichida misol toshlari bor, zajgalkalari bor. Yana misol boshqa narsalariga ham gazga armaturalagicha kirib ketgan. Xudo ochib ko'ramiz, natijasini ko'rsataman sizlarga. Salomat bo'linglar. Ko'mirlari ham bor, mashina ham ho'l bo'lib to'lgan. Ramtga tushirgan. Mashinadan o'tib turib, mashinadan tushib, mashinaga ham tushgan. To'la suv. Mashinadan kirib kelgan. Buni ham yechishimiz kerak. Suvni ovoziga eshitilyapti. Chiska qilamiz. O'z platasini ham yechib oldim. Hamma ahvolda bo'lib yotibdi. Endi buni qiyin-da. Hozir endi buni ko'ramiz, quritib, tozalab. Bu ishlab ham qolganda, suv teggan holatda. Hozir buni ichlari ham ko'ramiz endi. Platalarni ham quritib, to'g'irlab, hamlarni hammasini joy-joyiga yig'ing. Xohlasa mana ichki qismlari yaxshi. Shu platasi zarar yetganga o'xshyapti. Ko'rsatib boramiz, ishlatib yana sizlarga. Shu katta yo'limizni ham mana platalarini bitirib olib keldi. Hozir ichlari shundoq qolgan edi. Shu ikkasi krani ochiq qolib ketganlik hisobiga bo'lni suv oqib, lamplardan tushib, platalari ham hammasi yomon bo'lib ketgan edi. Endi hozir bizni buni platalarini to'g'irlab keldi. Shunaqaga olib, boshqatdan hamma almashtiradigan zapchastlarni almashtirib, remont qildi. Hozir endi katta yo'lni joyiga platalarni qo'yib ishlatamiz. Kuzatib boringlar. Hozir mana buni anaqalarni yig'ib olsam, miyalarni joyiga qo'yib olsam, bitta yoqib ishlatib olamiz. Suv toshib ketgan edi katta yo'lga. O'z oldingi videosini ham ko'rsatgan edim. Shu platalariga suv tegib, hamma yoqdan suv toshib ketgan katta yo'lni mana hozir ishlatib, egasiga ko'rsatib, hammasini ishlashlari zo'r. O'zini zapchastlarini imkon qadar to'g'irlab, o'zinikidan yaratib berdim. Keyin ham ancha budjetli bo'ldi. Ishlashlari. Katta yo'llar ehtiyot qilinglar. Xudo xolisa bunaqa katta yo'llar sizlarga ancha yil xizmat qiladi. Salomat bo'linglar.